Hazrat Oysha onamizdan so'raldi. Hazrat Oyshadan so'raldiki, Rasululloh birinchi uyga kelganlarida nima qilardilar? Rasululloh alayhissalatu vasallam birinchi uyga kirganlarida salom berardilar ahllariga, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu deya va keyin olib birinchi misvaklarni ishlatardilar. Sivak. Rasulullohning har doim uyga kirganlaridagi birinchi amallari, yigitlar bilaylik, misvak bo'lgan. Ko'rdingizmi? Nega o'zi u yoqdan tashqaridan kelyaptilar? Deylik bir taom yetkamayaptilar. Nega misvak qilganlar? Shu darajada demak poklikka e'tiborlariki, ahllariga kirganlarida u zotdan shunaqa xushbo'y hid kelsin og'izlaridan va vujudlaridan. O'zi Hazrati Anas ibn Malik aytadilar. Bilasiz, Hazrati Anas ibn Malik 10 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xizmat qildilar va aytadilarki, 10 yil xizmat qilgan bo'lsam, biron bir qilmagan ishimda nega qilmadingiz yoki bilmasdan bir ishni qilib qo'ysam nega qildingiz demadilar. Biron marta 10 yilda uf demadilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kaflaridan yumshoqroq, balkim harir, ipakdan ham yumshoqroq bir qo'lni ushlamadim deydilar. Aytadilarki, Rasululloh kelarkanlar, u kishini kelishlari asli ulardan, vujudlaridan kelib turgan mushku ambardan bilinib turardi. Rasulullohning o'zi vujudlaridan ilohiy bir rabboniy xushbo'y hid taralsa-da, lekin siz-u bizga qarang, siz-u bizga ibrat bo'lsin deya Rasululloh o'rgatganlar, u kishi o'sha tiyibni, ya'ni yaxshi xushbo'y hidni yaxshi ko'rganlar. Hatto hubbiba ilaykum, hubbuba ilayya min dunyakum salas. Sizni dunyolaringizdan menga 3 narsa sevdirildi. 3 narsani yaxshi ko'rdim deganlarda birida vat-tiyib deydilar. O'sha xushbo'y hidlar. Balkim kirardilar Hazrati Oysha onamiz kabi birlari yaxshi hidlarni bir-biriga aralashtirib xushbo'y hid qilayotgan bo'lsa, shunaqa xursand bo'lib ketardilar. Rasulullohni quvontiradigan eng buyuk amallar o'sha xushbo'y hidlar bo'lar edi. Demak, bu 3-chi pokligimiz vujudimiz, jasadimizdagi poklik. Bunga albatta yana ham e'tibor qilaylik.